Assalomu alaykum YouTube ahli, hammaga salom. Bugun elektron joy namozimizda yana bir avzor qilib o'tamiz. Ko'pchilik tushunmaydigan joyi bu yerda orqasida yoqadigan joyi bo'ladi. O'sha yerdan yoqiladi va 3 ta dona batareyka qo'yiladi. Atvetka bilan ochiladi. Ichini ochib, yalang'och qilib tashlash shart emas. Ko'p joylarda ko'ryapmiz, ichini ochib tashlagan. Qani buni shu knopkasi deydi. Knopkasi bo'lmaydi. Bu sensor. Sensorning ustiga tekkaningizda o'zi yonadi, o'zi ishlaydi. Faqatgina yoqish joyini bosib turamiz. Qolganlari bitta bosda ishlaydi. Yoqishda bosib tursak yonadi, bosib tursak o'chadi. Bu yerda quflash knopkasi, bu yerda til bor, 5 ta til bor, o'rtoqlar. Boshqa tildagi, boshqa millat anaqalariga ham bo'laveradi. Undan keyin ayol ovozi, erkak ovozi, arabcha duolar bor, shom namozi, 5 mahal namoz bor. 5 mahal namoz hamma biladi. Undan tashqari namozlar bor, tahajjud, nafl namozi, qazo namozi, musofir namozi. Bilaman, ko'pchilik bu namoz o'qimaganlar bor va ularda qazolari bor. Qazolarni mana shu yerdan bosib o'qishda o'rganib olishlari mumkin. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qolishingizni so'rayman. Bu yerda harakatlarni ko'rsatib turadi. O'sha mashhur harakatlarni ko'rsatadigan joy. Bu yerda chiroqlar yonadi, o'shanga qarab harakat qilaverasiz.